Selam dostlar. Biz Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz shahar panoramasi interaktiv muzeyida. Muzey bo'yicha sayohatimiz davom etdi. Mana bu zalda biz shaharimizning 16 ham 18 asrlarda nindi bo'lgan mana bu maketlar yordamida ko'zalday olamiz. Do'stlar, e'tibor etingizlar. 16-asrda bizning shaharimizning territoriyasi mana shu og'och devorlar ishindagina bo'lgan. Qozonni rus askarlari yollab olg'ach, tatarlarga mana bu shahar territoriyasidan shigarga qo'shiladi. Ham mana shu vaqtdan buloqning suv yog'ida eski tatar bistasi tuzila boshlaydi. Do'stlar, mana bu maketda endi biz 18-asrdagi Qozon bilan tanisha olamiz. E'tibor etingizlar. Qozon Kremlining territoriyasi endi og'och devorlar bilan tugul, oq tosh devorlar bilan aylantirib olingan. Shahar esa o'zi o'sa, zo'raya ham kengaya borgan. Mana bu zalda biz bugungi shaharimizning maketi bilan tanisha olamiz. Ham shulay boshqarimizning tong otuvidan olib, quyosh boyishina qadar shaharimizning bir kunini kuzata olamiz. Shulay Qozonni virtual binokldan kuzatirga mumkin. Shulay muzeyda turli kорабльләрнең maketlari bilan da tanishib bo'la. Siz to'liq ma'lumot olishga tilasangiz, mana bu interaktiv taqtaga murojaat eta olasiz. Masalan, mana bu kорабль Qozonda tuzilgan. Do'stlar, muzeyning mana bu ulushi sizga eng ishonganlarining birisi bo'lacak. Chunki bunda Siyimdika, Abdulla To'qay, Shihabuddin Marjani, Pyotr I, Yekaterina II, Yemelian Pugachov bilan selfie tushirga bo'ladi.
Шулай ук сез экскурсия ахырында аждаһа белән көч сынаша аласыз. Яисә теләсәгез, викторинада үзегезнең белемнәрегезне тикшерә аласыз. Yok, мен bunu bilmeyim. Миңа әле туган як һәм шәһәребезнең тарихын өйрәнәсе. Дуслар, бүгенгә сау булыгыз. Туган як тарихын өйрәнегез.